Qadrli youtuberlar, assalomu alaykum. Qachon birorta go'zal studiya qilsam, keyin gapiraman deb yurardim. Endi o'ylab qarasam, yoshim katta bo'lib, qarib borganman. Hammasi to'planib, keyin gapirishga ulgura olmay qolar ekanman. Shuning uchun gapirib olmoqchiman. Studiyaga e'tibor bermayman. Muhim gap bor, shuni gapirib qo'ymoqchiman. Bir advokat bilan tanishib qoldim. Fuqarolik ishlari bilan shug'ullanaman. Bilmayman endi u advokatlar temasini yaxshi tushunmayman. Tushunganim shu bo'ldi. Bir katta hojaga, o 60 dan o'tgan hojaga menga gapirib qoldi deydi. Mulklarim katta, bo'yliklarim ko'p. Lekin ularni oldi sotisiga kelganda meni bolalarim ruxsat bermay qo'ydi. Yoshim qarib qoldi. Hech kim menga bitta narsani erkin sota olmay qoldim deb gapirib qoldi. Deb advokat menga aytib beryapti. Men bundan xulosa chiqardim. Xulosa shuki, hamma boy bo'lishga intiladi. Hech men kambag'al bo'lib mana shunday yashayman deganini eshitmadim. Agar shunaqa odam bo'lsa, u odam ham bir ahmoq bo'lsa kerakda. Chunki hamma ham bu dunyoga bir marta keladi, yaxshi yashashni xohlaydi. Xullas, aytadigan gapim shuki, men ko'proq shunaqa biznes haqida gapiraman. Mabodo biznes qilaman desangiz, birinchi oilani mustahkamlash kerak ekan. Uni qanday mustahkamlaydi desa, uylanmagan bo'lsa, birinchi qo'rqoq bo'lmagan, o'ta qo'rqoq, o'ta ochko'z bo'lmagan qizga uylaning, yo shunday yigitga teging. Chunki molingiz ko'payganda vahima boshlanar ekan. Ana shunaqa falon zdaniyani sotib olib, yana falon yerni zavodini ochib olib, keyin uni qaytarib sotaman yo buni bu qilaman deganda ish ko'rsatish boshlanar ekan. Hop, oila qurib bo'lgan bo'lsa-chi, unda nima qiladi desa, shunda ham muammo ko'p. Ba'zi bir ayollar bor. Ayollar bor, eri qo'rqoq. Endi bitta ish qilaman desa, anida do'kon ochib olishgan, oziq-ovqat do'koni. Uyda 3-4 ta mol bor, ozib yotibdi. Unga yem yo'q. Bu yoqda do'kon ochib olgan. U do'kon emas, godoyga o'xshab o'tiradi, hech narsasi yo'q. Eriga iltimos endi xo'jayin molni sotaylik desa, molga tegma deydi. Boshqa narsani sotaylik desa, unga tegma, u yo'qib ketadi deydi. Xullas, yo er yo xotin doim bir biznesga xalaqit berib turadi. Bunaqa oilalarda. Endi buni ham bir yo'li bor ekan. Yo'li shuki, buni yo xotin yo eri ko'proq shu boylar, pozitiv fikrlaydigan insonlar davrasiga qo'shish kerak ekan. Agar eski dugonalari yo eski do'stlari bo'lsa, u ana shuni eski holatda turaverar ekan. Sababi mana bu katta kompaniyalarda ular pulni ko'p topadi endi. Kompaniya o'ta katta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta odam ishlaydi. Ularni menejerlari, ish boshqaruvchilari, boshqalari ishiga qarab oylik oladi. Masalan, oylik отчет, yillik отчет qilishadi. O'shandan qanchadir foiz beradi kompaniya. Olgan oyligidan tashqari. O'shani otini KPI deydi. Ularda oylikdan tashqari KPI belgilaydi. Ana shu bo'lgan daromaddan foiz ajratadi. Hop, endi bularni kompaniyani baravar jon kuydirib, o'zi kallasidan fikrlab, tavakkal qilib bir xatoliklarga yo'l qo'yishi uchun, ochko'zlarcha harakat qilishi uchun bu kompaniya bularni qanaqadir qiziqtirish kerak. Chunki 20 ta ish boshqaruvchi bo'lsa, kompaniyani tortadigan 20 ta ish boshqaruvchi bo'ladi. Chunki asosiy ishni o'shalar qiladi.
asosiy qarorlarni o'shalar qabul qiladi. Ularni mana bunday tarbiya qilar ekan. Boshqa davlatga 3 kunga, 5 kunga sayohatga olib borar ekan. Olib borishar ekanda 3 kun, 5 kun o'sha kerak bo'lsa 5 yulduzli gostinitsada yashab, o'sha dengiz bo'ylarida yo boshqa yerlarda sayohat qilar ekan. Inson 72 soatda ko'nikar ekan ko'p narsaga. Bu kompaniyani oyoqqa turg'izib, oyoqda ushlab turgan menejerlar ham u yerdagi shohona hayotga ko'nikar ekan. 3 kun, 5 kunda haliginga o'rganib qolar ekan. Va yana qaytib kelganda uni miyasida yana o'shanaqa joylarga borish bo'lib qolar ekan. Orzuga aylanar ekan. Yana boraman. Yana borish uchun nima qilish kerak? Kompaniyada savdoni ko'tarish kerak. Qanday ko'taradi endi? Endi jon kuydiradi. O'zi sotadigan bo'lsa, duch kelgan odamga taklif qiladi, "Davay, mana uni oling, mana uni qo'ying, mana uni qo'ying." Odamlarni boshqarayotgan bo'lsa, odamlarga jon kuydirishni boshlaydi endi. "Ey, davay, harakat qilinglar. Undaqa, bundaqa motivatsiya bergan, bir narsalar qilgan." Nimaga bunday qilyapti desa, mana bu miyada hali shohona hayot turibdi. Endi eringiz yo xotiningiz agar shunaqa tormiz bo'lsa, shu yo'ldan foydalanib ko'rsa ham bo'lar ekan. Ana shunaqa qanaqadir boyroq odamlarni davrasiga qo'shasizmi yoki bo'lmasa mayli pul ketsa ham shunaqa bir shohona joylarga bir sayohat qilib kelinadimi? $1000, $2000 pul ketadi. Agar bitta biznesga $100,000 tikib boshingizni qashlayotgan bo'lsangiz, $2000 olib o'ynagani keting. Yetalashib. Chunki biznesda er yoki xotin juda katta muhim rol o'ynaydi. Hammasi qonuniy. Xotin qo'l qo'ymasa, bitta narsa sotilmaydi. Er qo'l qo'ymasa, bitta narsa sotilmaydi. U agar qo'rqib turgan bo'lsa, haligi tashnalik bilan yo'qotib qo'ymasa bo'ldi deb turgan bo'lsa, uni urib o'ldirib qo'ysangiz ham qo'l qo'ymaydi. Qo'l qo'yishi uchun nima qilinadi desa, sizga ixlos qilmaydi, u o'zini o'rtoqlariga ixlos qiladi. Agar o'rtoqlari qo'rqoq bo'lsa, yo'qib ketadi, nima qilasan? Turavermaydimi? deydi, u o'lguncha turaveradi, o'lib ketgandan keyin bolalari ilmsizlikda harom xarj qilib u joylarni yo'q qiladi. Bunaqasiga juda ko'p guvoh bo'lamiz. Shuning uchun shu advokat gapirgandan keyin tushundimki, bu temada qiynalayotganlar ham bordir yer yuzida. Bitta ayol telefon qilib qoldi. Mani erim qo'rqoq. Yurmaydi hech yoqqa. Qaror chiqarishda qo'rqib turaveradi. Yo'qib ketadi, yo'qib ketadi deb. Nima qilay deb savol beruvdi. Men javob bera olmadim. Men endi mana shu yerda javob beryapman. Eringiz taksist bo'ladigan bo'lsa, uni do'stlari taksist. Taksistlari orzusi kuniga 1 million pul topish maksimum. Undan ortiq emas. Yoki mana Damas haydovchilar bo'lsa, endi hozirgi kunda $30, $40 pul topsa kerak bular. Ko'p topsa-da. Bu taksistlar o'zini doirasida o'sha 30, 40, $50 gaplashadi. Shu orzu. Kuniga $50 topish orzu. Endi siz bitta do'koningiz bo'lsa, do'koningizda savdoyingizni 20 millionga chiqarmoqchisiz. Ya'ni uni foydasi inkamida 3,5 million so'm bo'ladi. Bu do'konni ochib olib taksist bilan gaplashsangiz yoki usta, masalan, ustachilik ham 300 ming, 400 ming, 500 ming, maksimum 1 million. Ya'ni 50, 60, $80 pul topishi mumkin bir kunda. Qo'l mehnati bilan. Undan uyog'iga O'zbekiston sharoitida topayotganini ko'rmadim. Topadi-yu,
juda kam odam topadi. Endi ana shu bilan gaplashsangiz, sizni ham orzularingiz $50-60 topishdan yo'g'iga o'tmaydi. O'zingiz oziq-ovqat do'kon ochyapsizmi? Oziq-ovqat do'kon ochayotgan bilan gaplashing. O'shalar bilan do'st bo'ling. Ularni ichida qaysi biridir 5 million foyda qilayotgani bor. Qaysi biridir kuniga 4 million foyda qilayotgani bor. Sizda orzu paydo bo'ladi. Shunda bor do'kon menda ham bor-ku, nimaga men 500 ming so'm orzu qilishim kerak foydani? Eringizni ham yoki xotiningizni ham agar do'stlari sohasi boshqa bo'lsa, uni do'stlarini davrasini o'zgartiring. Chunki hali gap bor. Sani kimligingni do'stlaringni ko'rsatgin, sani kimligingni aytib beraman deydi. Sen do'stlaring o'rtachasisan. Do'stlaring ichuvchi bo'lsa o'rtacha ichuvchisan, qimorboz bo'lsa o'rtacha qimorbozsan, olim bo'lsa sen ham o'rtacha olimsan. Endi shuni ekan xotinini yo erini bu biznesga yetala olmay turganlar bo'lsa, ular ilojini boricha do'stlarini o'zgartirish kerak ekan. Endi mana bu qizga javob bera oldim deb o'ylayman. Eringiz do'stlarini o'zgartiring. O'shanda qanaqa qilib o'zgartirasiz, men bilmayman. Albatta urib, kuchib ishlatib emas. Qandaydir boshqa yo'l bilan u erini gaplashadigan, shanba gapda o'tiradiganlari, boshqalari sohangizga yaqinroq odamlarga qo'shiladigan bo'lsa, albatta unda orzular paydo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa sayohatga ketinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.